Adasi, qaravori. Ha, nima deysan? Adasi, bo'yningizni deb 6 oydan qiynalibsiz. Davolataylik, boraylik vrachga. O'tib ketadi. Qo'lda uvishish va og'riqlarga chidadi. Keyin esa bosh og'riqlar boshlanadi. Og'riqlar tobora kuchayib, hayot esa qiziqsiz bo'lib boradi. Jonli ijrolar boshqacha-da. Bu og'riqdan уже ko'rishgani ham ko'tara olmay qolyapman. Adasi, bu oddiy bo'yin og'rig'i emas. Siz operatsiyadan qo'rqyapsiz. Operatsiya qilmaydigan, davolaydigan klinika ko'rdim. Keling, marshrutga borib ko'raylik. Bekordan aytibdi. Buni yechimi faqat operatsiya deyishgan menga. Keling, mana buni ko'ring, operatsiya davolargan. Adasi, mana qarang. Bo'yindagi 3 ta grija bilan Naima xolamiz bizga murojaat qilganlar. Naima xola kelganingizda boshda kuchli og'riq bor edi, chap tarafdan ham qo'l va yelkada kuchli og'riq edi. Doktor, bu qayerga bormasam bo'yin grijasini operatsiya deyishyapti-yu. Bunaqa murojaat qilayotgan birinchi bemor emassiz. Biz bo'yin grijasini operatsiyasiz va dori-darmonsiz davolaymiz. Sizdagi muammo bo'yin sohasidagi grija nerv ildizini qisishi oqibatida kelib chiqyapti. Boshingizdagi og'riqlar esa bo'yin sohasidagi umurtqa arteriyasini xuddi o'sha grija qisishi oqibatida bosh og'riqlar kuchli bo'lyapti. Bu bosh og'riq hamda qo'ldagi uvishish og'riqlardan xalos bo'lish uchun biz sizga igloterapiya, elektroakupunktura, udarno-volnovoy terapiya, Tesla magnit yordamida davolaymiz va shifo topishingizga yordam beramiz. Adasi, ustingizga kiyib oling. Bo'pti, men ketdim. Adasi, Ha? ancha yaxshi bo'lib qolibsiz-a? Ha, qayroning rahmat, og'larsiz yashash ancha mazza ekan.